Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlarga sog'lik kamollikda YouTube'dan bag'at qilsangiz, bugun haftaning bozor kuni dollar kursi 1.195 ming so'mda seyrab turibdi. Sizlar xudo xolasa yangi videolarimizni chiqarishda davom etamiz. Kanalimizni 50% dan oshiq odam obunasiz kuzatmoqda. Iltimos like bilan qo'llab-quvvatlanglar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlarga manfaatli bo'lgan videolarni chiqarishda davom etaveramiz do'stlar. Shu ko'rib turgan ikkidan tovuqxonamiz zakazga chiqarilgan ikkisi ham eng zo'r mayda döşükli listovoy setkalarimiz qo'yilgan. Shiperlari, ichida penaplekslar, kaptallarni, apshipkalari berilgan chiroyli bo'lib do'stlar. Agar shu yerda chiroyli chiqqan bo'lsa, likelar bilan bizani bahramand etib bilasizlar. Dizaynni o'zlaringiz baho beraverasizlar. Do'stlar, razmerlarini tushuntirib o'tadigan bo'lsak, bularniki 1 metr, 1 metr bu yoqqa уже 1.20 bo'ldi desak ham bo'laveradi, uklon bilan. Bu yoqqa 2 metr bo'ladi do'stlar. Setkasini ham ko'rsatib o'tamiz. Listovoy setka, ikkilik simdan yasalgan, do'shki 1.5-2.5lik listovoy setka qo'yilgan do'stlar. Ikkisi ham bir odamniki. Bu tarafdan ham ko'rinishi torlari qo'yilgan. Penaplekslar bor, shiperning teyinda. Как положенный. Bular narxlarına keladigan bo'lsak, har birini 1.600 ming so'mdan ishlab berganmiz. Endi yashil setkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, stej setkalari, ya rabisi setkalarni har xilidan, azves turbolar kerak bo'ladigan bo'lsa, g'ish mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, 3D zaborlar kerak bo'ladigan bo'lsa va turli tumanli og'och mahsulotlari keladigan bo'lsa, darak mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilasizlar do'stlar. Sağ olun, selamet olun. Keyingi videolarda sağlık amallıkta görüşünce.